Bugun 5-aprel soat chamasi 16:00 atrofida Toshkent shahri Chilonzor dahasi, Abu Sahiy va Ipodrom bozorlari atrofida joylashgan Beshqo'rg'on savdo majmuasida katta yong'in chiqqanligi bilan bog'liq videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshladi. Yong'in shu darajada kuchli ediki, Toshkent shahrining chekka hududlaridan ham quyuq qora tutunni ko'rishingiz mumkin. Holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, voqea joyida o't o'chiruvchilar hamda qutqaruvchi jamoa hozirgi paytda ish olib bormoqda. Qizlar, buni qaranglar, qizlar, dahshat yonyapti ipodrom, buni qaranglar qizlar. Mana bu yo'l yuzidagi zapravka ham уже portlaydi deyapti hozir. Mana odamlarning qochishini qaranglar qizlar. Judayam dahshatli darajada ko'chada turgan даже uni qaranglar portladi. Ko'chada turgan nima deydi, mashinalar ham уже yonib ketibdi qizlar, buni qaranglar. Mana ipodromdagi nima edi, sklad deydimi, nima o'shalar yonyapti ekan qizlar, dahshat. Ko'chaga parkovka qilgan mashinalar ham уже yonib ketibdi qizlar. Mana buni qaranglar. Mana bu yerda bitta zapravka bor, o'sha ham, unga ham o't o'tibdi qizlar, qaranglar. Allohim hammamiz o'zaro asrasin bunaqa o't balosidan, suv balosidan qizlar. Mana buni qaranglar. O'chirib bo'lmayapti ekan qizlar, qaranglar. Hamma panikada. Qizlar, dahshat yonyapti, lekin qaranglar. Hozir portladimi? Voy, ana portlayapti qizlar. Qaranglar, dahshat qizlar, dahshat. Xudo o'zi asrasin. Telegram yulduzlariga kirsang hozir. Объемный что-то.